Assalomu alaykum o'rtoqlar. Hozir jenskiy ko'ylaklar, keyin orqamizda mana narsalar bor ekan. Bularni ham bir sidra tanishtirib o'tib ketamiz. Adreslarni tushuntirib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Yoyma bozoridamiz. Biznes qilaman degan opa-singillarimiz uchun hammalarini kelishlarini tavsiya qilamiz. Qo'qon bu O'zbekiston bo'yicha eng arzon bozor hisoblanadi. Narx-navolar ko'rasizlar, hozir eshitasizlar. Qaranglar, sifatlari zo'r narsa, miramir, bag'i. Bular ham bambuk ekan, bambuk. Bulardan ham bor. Apa bular narxi, razmeri qanaqa bo'lyapti? 48-52. 48-52. Mana ularimiz ham 48-52. Ana standart. Tepada ham razmeri 3 ta. Mana ular necha puldan bo'ladi narxi? 55 ming. 55 ming so'm. Bularimiz ham 55 ming. 55 ming. Mevalar bular rasa trendda, bular ketaveradigan narsa. Mana unimiz qachga 70. 70 ming so'm. Ro'paradagi ham 55, tepadagi 65. Tepasi 65 ming so'm. Mana unimiz shimi bilan qalin 90 ming pachka. Ammo hamma joyda buni 120 sotishyapti. Ha, 90 mingda biz pachkada. Bo'ldi, 90 ming so'mga shimi ham bor ekan, duvoyga olasizlar. Adreslarni tushuntirib o'tib ketaman. Keladiganlar uchun kelinglar. Ishlab chiqaruvchi o'zlari birinchi qo'l bekorga bunaqangi narx bo'lmaydi. Qo'qondagilar O'zbekiston bo'yicha eng arzon bozor bu Qo'qon bozori hisoblanadi. Kelib bitta xarid qilib ketishlari mumkin. Endi hozir mana pijamalar bor ekan. To'g'risi pijamani sirasi olganicha xijolat bo'ldi. O'shaning uchun ko'ynakdan keyin bularga o'tamiz pijamalar. Bularning ham narxlari, optim narxlari. Bular Xitoymi, O'zbekistonmi? Xitoy ishlab chiqarish. Xitoydagi ekan. Ha. Hozir mana shular necha puldan aytdik? Hammasi tanlab olish 35 ming so'm. Vau. 35 ming so'mdan tanlab olish. Mana narx mana qangi bo'ladi. Mana uchi pijamalar. 55 ming so'm. Bu o'zimiznikimi, Xitoymi bu? Robiya. Toshkentda ekan. Bu ham shu. Yoqali laxta. Bular necha puldan? 75 ming so'm. Yupara ham shu 35 bo'lsa kerak, a? 35. Tasi ham 35 mi shunda? Voy yo. Buni 3 taliklar bor bunda. Ha, to'g'ri. 60 ming so'mdan 3 taliklar. Bularimiz-chi mana ular? Bularimiz 42 ming. 42 ming so'm. Tepa ham achon shu qator qolsa 35 shekilli. Har xillari bor. Hozir adreslarni tushuntirib o'tib ketaman. Mana yerdagi narsalar o'sha narsalarmi? Tanlab olishga 35 ming so'mdan mana shu narsalar. Kelinglar, ko'ringlar, olinglar. Optim narxini aytishdi, eng oxirgi narxini. Yana kelib, o'zlaringiz talash tortishib yana olaverasizlar. Hozir men aytdan chiqqanmanda kelib tushuntirib o'tib ketaman. Joylarni hozirgi tushuntirgan joyimiz yonlari. O'rtoqlar, bemalol xarid qilishlari mumkin. Rahmat. Ha. Ba'zi detskini olib olaveraylik. Men adreslarimiz ham qaranglar, bitta qatorda tushuntirib o'tib ketyapti. Ishlab chiqarish o'zlaridan bularda ham. Apa necha puldan bular? 30 ming so'mdan. Pachkaga 30 ming. Razmeri bor-a bularda? Necha yosh? 2 yoshdan 7 yoshgacha. 2 yoshdan 7 yoshgacha razmer. 35 ming so'm. Modelni qaranglar o'rtoqlar. Ishlab chiqarish. Haligi narsani esdan chiqaringlar o'rtoqlar. Qo'qonda narsasi oldin bo'lardi. Sifat chunki yangi boshlanganda любой odam sekin-sekin haligi taniq tikishga o'tadi. Hozir o'zi o'shanaqangi payt. Qo'qonda narsasi hozir vobshe zo'r chiqyapti. Bemalol Xitoy bilan birga bir bo'lib qolyapti. Qo'ldan kelgancha harakat qilishyapti tadbirkor opalarimiz. 20 ming so'm. Bular necha pul dedingiz mana? Ularimiz ham 20 ming. 20 ming so'm. Va. Mana ularchi, mana ular. 10 ming so'm. Oho, 10 ming so'm vadalasiga. Bu ko'ynaklar shu mana ulardanmi hozir? Ha. 22 ming so'm. Voy, bu materialni puli. Apa, buni hozir birortasi misol material olib o'zi tiktiraman desa, kami 50-60 mingga tiktiradida. Sizlar chevardi puli ham emasda hozir. Ishlab chiqaruvchi shunaqa, o'rtoqlar, bosaverasizlar. Bu bekorga arzon emas. Chunki oilaviy ko'p kishi tadbirkorlik qilishadi, o'shani hisobiga arzon Qo'qonda. Oilaviy tikdi, bichdi, hamma narsalari o'zlari oilaviy qilishadi. O'shani hisobiga arzon chiqaveradi. O'shaning uchun Qo'qonga kelib, bitta savdo qilib, ko'rib, savdoni boshlashni tavsiya beramiz. Hali ham o'ylanib yurgan bo'lsangiz, keling, mana Yoyma bozori hozir juda chiroyli bo'lib qolgan. Kelasiz, uspokойно, mazza tanib, ishlab chiqaruvchilar o'zlaridan birinchi qo'l narsalarni olib, bemalol ketaverasizlar. Yo'q, men o'sha yerda turib zakaz beraman desalarni, telefon nomer hamma narsani qo'yib qo'yamiz, zakaz bersalar chiqarib beramiz. Bitta skrinshot qilasizlar, dastavka bor. Faqat optim narxini aytyapmiz.